Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari va guruhimiz a'zolari. Bugun biz sizlar bilan 4-darsimizda ingliz tilidagi 4-dars articles, ya'ni artikellar bilan ishlaymiz. Diqqat bilan darsni kuzatib borishingizni so'rar edim. Demak, articles mavzusi biz o'zbek tilida biror bir narsani yoki shaxsni yakka yolg'iz aytadigan bo'lsak, bitta deb aytamiz. Misol uchun, bitta doktor yoki bitta mushuk, bitta televizor, bitta kompyuter. Xo'p, mana shu holatda biz bittadan foydalanyapmiz. Bitta mushuk, bitta televizor, bitta kompyuter. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek doktor bu shaxs. Mushuk, televizor bu narsa. Shu shaxs narsalar agar bitta holatda keladigan bo'lsa, bitta holatda sanaladigan bo'lsa, biz bitta deb ishlatyapmiz. Endi ingliz tilida e va n noaniq bo'lgan artikellar bor. Noaniq bo'lishiga sabab qanaqadir bitta narsa. U aniq emas hozircha bizga. O'shaning uchun noaniq e va n artikellari bor ingliz tilida. Demak, biz nima uchun ishlatamiz bu artikellarni? Bizga nima uchun kerak bo'ladi bu artikellar? Xuddi shunaqa ingliz tilida ham bitta deyiladigan joyda biz one dan ko'ra n ni ishlatishimiz mumkin. E va n ni tarjimasi bitta degan ma'noni bildiradi. Ingliz tilida bo'lsa one. Raqamlarni hali o'tamiz. Bitta. Endi men aytmoqchiman. Bitta kuchuk. A dog. Bitta fil. An elephant. Artikellar juda oson. Biz o'zi ikkita noaniq an artikelimiz bor. Qachonki narsa yoki shaxs bitta holatda kelganda ishlatamiz. A artikeli va n artikeli. Qachon n artikeli ishlatiladi degan savol albatta bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu savolni javobini hozir ko'rsatib beraman. Ingliz tilida a artikeli undosh harfi bilan boshlanuvchi otlar oldidan ishlatiladi. Undosh bilan boshlanuvchi otlar oldidan ishlatiladi. Demak, artikelini ishlatilish holati undosh otlardan oldin. Misol uchun mana qanaqa? Dan keyin keladigan harflar ketma-ketligi B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Demak, mana shulardan oldin biz artikelini ishlatishimiz mumkin. Mana shu harf bilan boshlanadigan so'zlardan oldin. Misollar: ball. Nima uchun artikelni ishlatyapmiz? Sababi ball kaptok so'zidagi bosh harf undosh. Va buni ma'nosi bitta kaptok degan ma'noni bildiryapti bizga. Keyingi holatimizda a hedgehog. Hedgehog degani tipratikan. Ya'ni bu ham bitta h bilan boshlanyapti. E'tibor beramiz. H. Ma'nosi bitta tipratikan. A hedgehog. Keyingi holatimiz a window misol uchun. Bitta deraza. Mana shu artikel ishlatilishimizda bu yerdagi holati undosh bilan boshlanuvchi narsa yoki shaxsga oid birlikdagi so'zlar, bitta bo'lgan so'zlar. O'sha holatda biz artikeldan foydalanib kelyapmiz mana. Endi n noaniq artikeldan qachon foydalanamiz? Bu yerda n noaniq artikeli quyidagi harflar: i harfi, I,
o, u harflaridan oldin an article ishlatamiz. Misol uchun an elephant bitta fil degan ma'noni bildiradi. Yoki o'zbek tilida asosan bittasi qo'shmay aytiladi, filni o'zi aytilishi mumkin. Okay, davom etamiz. An octopus. An octopus. Mana bu ro'yxatga a harfini ham qo'shishimiz kerak. Ya'ni inglizda a deyiladi. An octopus. Ya'ni 8 oyoq. Boshida unli bo'lgan holatlarda va bitta bo'lgan holatlarda biz an artikeldan foydalanamiz. Buni ma'nosi 8 oyoq. Bitta 8 oyoq ma'nosida kelyapti bu yerda. An octopus. An octopus. Xo'p, yana davom etamiz. An apple. Misol uchun. Bitta olma. An apple. A. Bu yerda unli bilan boshlanyapti, oldidan an article qo'yilgan. An apple bitta olma degan ma'noni bizga bildirib beryapti. Demak, ingliz tilida xulosa qilib oladigan bo'lsak, mana shu darsimizning xulosasi. Xulosa. Ikkita noaniq artikel bor. Ular a va n artikellari. Ishlatilish holati. A artikelimizni undosh bilan boshlanuvchi so'zlar oldidan ishlatamiz. Misol uchun a pen bitta ruchka. An artikelimizni unli bilan boshlanadigan holatlarda ishlatamiz. Misol uchun an umbrella. Bitta soyabon. Mana bildirib qo'yamiz. Undoshlar bilan boshlanadigan so'zga, so'z turkumidagi birlikdagi so'zga a artikeli, unli harf bilan u misol uchun harf bilan boshlanadigan so'z oldidan an artikeli. Mana tarjimasi kelib chiqdi. Endi bularning ma'nosi, an artikelning ma'nosi one, ya'ni bitta degan ma'noni bildiradi. Bir degan ma'noni bildiradi. Bugungi darsimizni asosiy mazmun mohiyati mana shular. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, mana shu hozir an article bo'yicha hozir berishlaringiz mumkin. Undan so'ng testga o'tamiz. Marhamat. Savollar bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Kimda savol bor? Savollaringiz bo'lmasa, test bo'limiga o'tamiz. Shuningdek, YouTube'da bizni kuzatib borayotgan til o'rganishga qiziqadigan til ishqibozlari bizni YouTube kanalimizni agar asosiy kanalga o'tsangiz, link bor Telegram guruhimizga. Shu Telegram guruhga har bitta o'tgan mavzumizda men testlar yuborib turaman. Shu orqali bilimingizni mustahkamlashingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.